Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan tishli nasoslar nima ekanligini muhokama qilamiz. Tishli nasosda tishli g'ildiraklarning tutashuvi suyuqlikni haydash uchun ishlatiladi. G'ildiraklar nasos korpusi ichida joylashgan bo'ladi. G'ildiraklardan biri yetaklovchi g'ildirak bo'lib, u dvigatel yoki dirayda ulangan bo'ladi. Ikkinchi g'ildirak esa ergashuvchi g'ildirakdir. Tishlar bir-biridan ajralganda qo'shimcha hajm hosil bo'ladi va tishlar yana tutashganda bu hajm kamayadi. Tishlar ajraladigan soha so'rish zonasiga ulanadi. Tishlar tutashadigan soha esa bosim liniyasiga ulanadi. Tishlar ajralganda kamera hajmi ortadi va bosim ushbu kameradagi bosim atmosferaga nisbatan past bo'ladi. Bunday paytda bakdan suyuqlik nasosga kiradi va tishlar hamda korpus orasidagi bo'shliqni to'ldiradi. G'ildiraklar aylanishi bilan suyuqlik tashqi chet bo'ylab oqib bosim sohasiga yetadi. Bu yerdagi tishlar yana bir-biriga tutashadi. Shu nuqtadan kamera hajmi kamayadi va suyuqlik nasosning bosim kanaliga chiqariladi. Muhimi shundaki, tishli nasosda suyuqlik tishlarning tutashgan joyidan o'ta olmaydi. Chunki u yerdagi bo'shliq juda kichik. Suyuqlik g'ildiraklar perimetri bo'yicha harakatlanadi va tishlar orasidagi suyuqliklarga to'lib boradi. Tishlar orasidagi chuqurliklar orqali harakatlanadi. Tashqi tishli nasosning ishlashi. Nasos korpusiga ishqalanishga chidamli podshimniklar mavjud. Bu podshimniklarda aylanuvchi qismlar moylash uchun yivlar mavjud. Shuningdek, suyuqlik sizib chiqib uni so'rish zonasiga yo'naltirish uchun ham xizmat qiladi. Podshimniklar tishli g'ildiraklarning o'qlari bilan jihozlangan. So'rish va bosim kanallarini zich ajratish uchun muhrlar o'rnatilgan. Old va orqa qopqoqlar korpusiga boltlar biriktirilgan. Valli, g'ilof va rezina halqa suyuqlikning nasosdan chiqib ketmasligini oldini oladi. Ichki tishli nasosning ishlashi. Tishli nasoslar faqat tashqi emas, ichki tishlarga ega ham bo'lishi mumkin. Ichki tishlar nasosning qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. So'rish kanalida tishlar ajraladigan nuqtada joylashgan. Bosim kanali esa tishlar tutashadigan nuqtada joylashgan. Yarim oy shaklidagi to'siq so'rish va bosim zonasining bir-biridan ajratib turadi. Agar bu to'siq bo'lmasa, suyuqlik nasos ichiga doimo aylanib turadi. Ichki tishli nasoslar tashqi tishli nasoslarga qaraganda silliqroq ishlaydi. Tishli nasoslar ishlaganda yuzaga keladigan muammolar: podshimniklarning yeyilishi, korpusning yorilishi, tishlarning yeyilishi, valv g'ilofining yeyilishi, ishlatilish sohalari: qishloq xo'jaligi, kimyo sanoatida, neft sanoatida, metallurgiya sanoatida va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.